Anan qarıslar, ay xanımlar, sevimiydiğe balalarga muşningdek bir kavab jap qıpaslar atqanlarımız. Hey, çöp, göş, hammanimsini talışıp turib yakitidi. Jima qilish usulim shunchalik oddiy. Shuna xosima yulduz yurak belgilarini besib saqlab ko'rsajim sevimli tuqqanlarim iziga kam topamay qalla. Kavab jabga manadek mogoni titlab tayyorlab olamiz. Andi go'shtni nefis to'rab saylanimi inchik qilib to'rab olgandagi iki kavab jabni tamlandirganga haddan bag'niki zira lazidi bir qo'shiqda iki kunjut, sinjan, samsaq sap ustiga qiziq mayda qo'yib chuchitib yangi holatdagi lozi qiyam tayyorlab olamiz. Andi bir yanda say qo'rg'ash, bir yanda chöpni saldigan ishlasak bo'ldi. Tuqqanlar ko'rib mashagichan kipta sevimli tuqqanlarim yurak birib meni rag'batlantirishni hargiz unutqamizlar. Go'sht piyozni sag'artib qo'rib olgandagi mogoni sep qo'rimiz tuqqanlar aka azaraq jon yo'qoyaversak rangim chiroyli chiqadi-chu. Andi haddan bag'niki ma puraqli ham tetimli kava uchun unidim biza solaverdim. Xo'jan yaxshi ko'rmaydiganlar samsaqmi bo'ldi-jimi? Meni aldirash o'qaldi apam deb Nurbili qizim chöpga ishlar ketibdi meni ko'rsa o'maqligini tatdi qizimning qo'lingizga dard bermasin go'zal qizim. Tomoq qisingizga mashaq bir-birisiga kirishtirib qisingizga birday tez oldi. Eng muhimi qaga tomog'ingizga hammanimizni yep-yan pishib chiqdi-da, sovuq qolmay, qattiq qolmay chiroyli chiqdi. Ammo mogomi pishib qoldi deganimda aka kichik tong mor rangini chiroyli qilgan qizil ko'k lazerimizni salmiz tuqqanlarimchi bu sayga qat'iy suv qo'ymaymiz. Salpal mayli qo'rsaqli bo'ldi. Andi cho'qqi muvofiq miqdorda zira lazlarni solamiz. Dal mashasi odatdagi chöpni kavabchapga aylantirgan markaziy nuqtasi seni tuqqanlarim bu sayniki. Lazlarni ikki sho'lagandagi aka men palay sag'adiga samsaq malachi bu yerda tortilmay qopdi tuqqanlar. Qaraslar mana shunchalik o'xshab ketdi ya saylarimiz. Endi mana elashtirib olgan lazi chöpimizga kavabdamlik mogosayimizni solamiz. Shuning bilan shunchalik mizik bir tomog'imiz tayyor bo'ldi degan gap. Har kuni tomoqdagi ishkishda umr cho'lpin ta'timat tabletini ichib olsa badandagi zaharni tozalash, qon tomirlarini ichish, kengaytirish ham o'riqlashga alohida yordam bor. Ikkin setib olsa bir soat. Amiz tuqqanlar kelarsan ko'rishini xayr xo'sh.